tanıştırmoqchi chiqarib qatnashgan qarindoshlarga rahmat aytaman. Nima başladıq mı? Nima endi bugun men sizlarga o'sha islom pul muomalasi deymiz. Islom pul muomalasi degan vaqtda nurg'un odam g'arb sistemasi bilan moliya sistemasi o'xshayapti, o'xshash, hech qanday farqi yo'q deb qaraydi. Hatta shu nurg'un musulmonlarmi shu islom pul muomalasining borligiga asosiyatdan to'liq ishonch yo'q ham hisobda. Shunashqanda men bugun bu islom pul muomalasini fiqhiy jihatdan emas, men endi hammanglar bilsizlar, men diniy olim emas, lekin shu islom pul muomalasidagi g'arb sistemasida qanday bir farqlar bor, ya'ni g'arb pul muomalasida qanday rollarni o'ynagan degan nima bo'yicha bir nima bermoqchi. Endi diniy shar'iy nuqtani bilsizlar, diniy olimlarimiz bor, fiqhiy olimlarimiz bor, ya'ni ulardan o'rgansak bo'ldi, lekin mening bugungi asosli bermoqchi bo'lgan nima asosiyatdan shu nimaniki pul muomalasidagi. Endi men bugun hammanglar qatnashdinglar, asosiyatdan bir narsaga tushunchaga bo'lishinglar, ya'ni ozroq bo'lsa-mu bir narsani olib keta oladiganlarga ishonman, endi shunday qilishga tirishman inshaalloh. Endi islom pul muomalasi degan vaqtda aytdim degandek moliya bilan X'ni moliya deb ataydi. X'ning farqi yo'q deb qaraydi. Ya'ni islom pul muomalasi Uyg'urlar uchun nisbatan bir notanish tema. Gerçi fiqhiy jihatdan sharhlangan bo'lsa-mu, lekin iqtisod jihatga alayliklari asosiyatdan yo'ritib berilmagan hisobda. Okay, shunaqla pul tepishnikki, yemek içmekniki ve yaşaş adetlerindeki halal haram bo'lgandek. Yani bir musulmon bo'lishimiz bilan bunun hammasini halal haram bo'lib, pul muomalaning albatta, yani bu pul muomalaga o'sim aralashganligi yoki bo'lmasa foiz aralashganligi uchun albatta bunikimi halal haram bo'ldi. Musulmon bo'lishimiz bilan o'simning haram qilinishi bizga yetarli edi. Lekin islom pul muomalasining haqiqiyatini, yani haqiqiy mayga tushunish uchun islom pul muomalasidagi ixtisos sistemasidagi afzalliklaridan konuşuyoruz. Fakat musulmonlar uchun emas. Endi hozir qarasak Angliyada, İtalya'da xalillar bo'ldi. Angliyada, yani Amerikadami, hatta Kanadadami, ama shu islom pul muomalasi, hatta Avstraliyadami deganda asosiyatdan tanishga boshladi hamda hozir sustainable finance deymiz inglizcada. Sustainable finance deganimiz uzluksiz bir moliya. Yani sustainable deganimiz menga davomlashadigan yoki bo'lmasa ko'p holat maqsad emas, haqiqiy bir ixtisos shaklida bundaq bir nimasini tanib yetyapti. Shuning uchun bu islom pul muomalasidagi moliya sistemidagi afzallikdan tanishish faqat musulmonlar uchun emas, shundaqla g'ayrimusulmonlar uchun zarurdir. Ya'ni biz islom iqtisodi bor degan vaqtda faqat ularni biz mush islom iqtisodidagi moliya jihat qilayliklar bilan tanishimiz arzuzdir. Shunga bu maqola bu leksiyamiz asosiy maqsadi islom pul muomalasi fiqhiy jihatdan emas, onun iqtisod jihatiga ba'zi alayliklarni yo'ritib berishdan iboratdir. Yani bu bugungi leksiyaning maqsadi pul muomalasini, pulning islom pul muomalasiga o'rni. Yani hozir biz ishlatayotgan pul, uning o'rni nima? Iqtisod kirishdan oldingi roli, bank qarzini setishni to'sish. Men bularni nihoyatda tartibli so'zlab berman, bir-birlab ishlab chiqarishni moliya bilan ta'minlash. To'rtinchisi, eng asosiysi, Merkezi Bankı kontrol qilib turgan pul muomalini qanday bir taraf qilish qatorliq temalarni so'zlab o'tdim. Ya'ni g'arb sistemasidagi shu nimasiga qaraydigan bo'lsak, ya'ni literature deymiz, mavjud bo'lgan shu ilmga qarasak, masalan, asoslanganda, ya'ni dunyodagi iqtisodiy krizning manbasi asosiyatdan shu 5 omil hisoblangan hisobda. Bu 5 omilni islom iqtisodi qanday shaklda bir taraf qildi degan narsada bir-birlab tanishtirib o'taman. Birinchisi pul muomalasidagi islomdagi roli. Masalan, g'arb sistemasi qanday qildi degan vaqtda menda pul bor deylik. Menda pul bor. Bu pulni pulga sotaman. Mesela 400 lirani 500 liraga sotaman misalga. Pulga sotildi hisobda. Demak, g'arb banklari butunlay pulni pulga sotadi. Masalan, qarz berish orqali.
Mesela ben sizge 400 lira versem çok mu 500 lira kaytırırsan da fakat pulu satılan bir sistemden ibarettir. Yani garip pul muamelesinde pul tavar yani satqılı bulgan bu ne tradable commodity deydi İngilizce. Yani satqılı bulgan narsa dep qaraydı. Fakat pul ne? Ösüm setiş arqılı qimmat yaratıldı. Yani qimmat qandaq yaratıldı garip sistemdə degan vaqtda pul setiş arqılı qimmat yaratıldı. Texnik konkret aytganda pulni satqılı bulgan bir mülk yani tavar onu da dep qaraydı. Lekin İslam pul muamelesinde qandaq buldu degan vaqtda pul tavar bolmasdan misalanga bu narsani qandaq setib bilish yoki bo'lmasa bir servis mulozimat qilib uni qandaq nima qilish to'g'risida pul tovar uni qaralmasdan faqat almashtirishning vositasi. Ya'ni haqiqiy ishlab chiqarish deyli, haqiqiy tovar deyli, pulga almashtir, lekin pulni pulga sotma deydi. Demakki, endi mayada pul tovar deb qaralmasdan faqat almashtirish vositasi deb qaraldi. Ba'zi insonlar so'zsiz qilgan vaqtda yoki mulozimat bilan ta'minlaganda pul faqat ve fakat almashtirish vositasi qilindi. Ya'ni pul insonlarning bir-biri bilan tovar almashtirishni qo'llashtirdi. Demakki, buni tushunish bak muhim. Chunki nima uchun degan vaqtda pulning baqiba deb nima qilishimiz mumkin. Shunashqa davlat islom pul muomalasi olimi Muhammad Taqi Osmani yani 2010 yılı Amerika'nın Vegas'ta o'tkazilgan Dünya iqtisod yig'inida shundoq deydi. Yani pulun en asas mahiyeti olan almashtirish vositasidan mülk vositasiga aylanib qolganligi. Yani almashtirishdan pulni pulga sotilgan bir tuzum shakllanib qolganligi uchun dunyo iqtisodidan tashqari qarz ko'pigi bilan to'lgan bir sistemga aylanib qoldi deydi. Yani çünkü pul tovar bilan almashtirmasdan pul sotilganligi uchun aslında qarz ko'pigi aylanib qoldi deydi. Yani bir maqolada Yahya 2020 shunda deydi ki hozirgi kapitalizm pul muamelesiga negizlik narsa bo'lsa, pulni mülk o'rniga qo'yish va pulning almashtirish vositasidan iborat asos qurolga sal qarag'anlikdan iboratdir. Islom nuqtasidan qaraganda pul almashtiradigan tovar bo'lmasdan almashtirish vositasidir deydi. Ya'ni bu faqat almashtirish vositasi deb qaraldi. Shundaqda qisqacha qilib aytgan vaqtda pulni pul setishdan haqiqiy ishlab chiqishga hech qanday foyda kelmaydi. Demak, pulni pulga sotsak insonlikqa bir foyda kelmaydi. Faqat o'simga setish orqali qimmat yaratildi. Hech qanday foyda kelmaydi. Boyda pulni pulga setish orqali. Masalan, hozir Turkiyaga qaraydigan bo'lsak, nima uchun hozir uy mulkning bahosi tushyapti, nima uchun mashinalarning bahosi tushyapti degan vaqtda xalq uyni meni setib deb, masalan, hozir mening bir 5 millionlik uyim bor deydi. Uni ijaraga bersak, 20 ming liraga ijara belgi bo'ldi yoki bo'lmaydi. Lekin 5 millionni setib banka qo'ysam oyda 200 ming lira pul keladi hozir. Hozirgi Turkiyadagi iqtisod sistemida. Demak, hozir shunashqa turklar, ya'ni bilamiz Turkiyada %50% inson asos jihatdan foiz bilan chattig'i yo'q, o'sim yeydi demak. Beni qisqacha aytgan vaqtda, bunda bu vaqtda qanday bo'ldi degan vaqtda o'sim yuqori bo'lganligi uchun kichik va o'rta korxonalar hech qanday bir bankada kazanlanmaydı. Kazanlanmagandan keyin mush yirtqiq jarayonida nurg'ulg'an korxonalar vayron bo'ldi deb hisobda. Chunki uni aylantiradigan mablag' bo'lmaganligi uchun. Shunaqqa demakki, unda nima uchun degan vaqtda shunga o'xshash boylar pulini pul setish orqali qimmat yaratadi. Ya'ni hozir kira emas, uyni setib deb yo mashin setib deb uni banka qo'yib, foiz bilan yetayotgan turklar hozir %30-40%ni egallaydi deb hisobda. Shunaqqa bu sanaqli kishilarning qo'ldan markazlashidir. Beyi boy, namrat bo'lgan boyliqlari ta'kidlashlangan bir jamiyat barpo bo'ldi. Bu endi qisqacha yig'incha aytganda islom pul muomalasida pulni faqat va faqat tovar, ya'ni mulozimat almashtirish vosita deb qaraydi. Pulni setib boylik yaratadigan bir sistem emas, foyda va ziyonga teng mas'ul bo'lgan bir sistemni qurib chiqish uchun kurash qiladi. Ya'ni bu birinchisi pulniki nimedeki şu sistemdeki rol hesapta. İkincisi, ama bu da nayet meclisle bir düşündürüp öte. Mesela benim her kadar bir şirketteki tersi aslında karşı 10 taraf koyuldu. Mülk hesapta sol taraf koyuldu. Yani azra kısa toplanla ya da bunu azra buğaltırlık ya da mali altılanla bunu bilenaydı. Demek biz mesela bankaga biz amanatını koysak, buna asas çekten 10 tarafga hatırlaydı bu amanet puldu. Hem sizden bir soray.
Biz amanet koygan pul uzun müddet mi ya kısa müddet mi normalde? Yani normal insanlarını koygan pulu normalde kısa müddet koyandı ya uzun müddet koyandı. Kısa müddet koydu. Çünkü siz pulunuzu hazır koyup hazır çıkarırsınız mı bulundu? Ya ki 10 gün gibi çıkarırsınız bulundu. Asıl cihetten bu kısa müddet pulu demiş hatta. Lekin banka qarz bergan vaqtda, misolarga men bu tarafdan omonatni oldim deydi. Men bu tarafga kelgan qarz bergan vaqtimda qarzni uzun muddatli beramdim, qisqa muddatli beramdim normalda. Uzun muddatli bo'ladi. Masalan, Malayziyadagi davlatlarda hatto 30 yil, 40 yil qadar bo'ladi. Demakki, nima bu vaqtda men qisqa muddat oriyat olgan pulni uzun muddat uchun nega berdim. Bunda bu vaqtda hamda bu inimiz keldi. Mening 10 million pulim borki, men 10 pulimni menga ber deb kelsa, menda pul yo'q. Men oldin qachon pulni uzun muddat beraman. Bunda ahvoli qanday bo'ldi degan vaqtda banka men sizlarga bergan uy mulkni to'plab ekilib, buni 3-chi bir tarafga sotaman. Yani sizlarning qarzinglarni yig'ib ekilib 3-chi bir tarafga sotaman. Tushunish bo'ldimi? Buni kim sotib oldi degan vaqtda davlatlik uy mulk organing ministriya, buni corporation deymiz. Davlatlik uy mulk shirkati deydi hamda A sotib oldi. Men tushunsanlar yana nüfusdan bulundu. Demekçi Mişege bankadaki başı vergen nimeni ekilip çünkü buna pulu ne bedel beni suyla avatıdı. Ben de pul yok. Şunlaşkan ben sana karzalarını 3. bir tarafga setişim gerek. Şunlaşkan övünmelik şirketlerine yani devletlik övünmelik şirketlerine ben satımım. Yani bu 2008 yılı Amerika yüz vergen krizisteki Lehman Brothers. Lehman Brothers deydiğen şirket bu. Lehman Brothers normalde bu övünmelikte satı var. Bu şu övünmelikte karşı satı alınır. Demek bunu 3. bir tarafga ben itibar kılıp satıram. Satkan ki bular qanday pulu degan vaqtda bular mı mablag'larga aksiya taqdidu. Demek ki ne degan vaqtda bunda bu vaqtda mesela ben sizlarga sattım, yani birisi keldi, ununkini sattım, bununkini sattım, shunaqa vaqtda iqtisodda bir ko'pik shakllandi. Demek haqiqiy men birazdan yani aldım. Endi men baydan degandek bir narsa o'rganib keldik. Sualınlar bo'lsa, yana birdan turib, yana so'rasam men Alloh xolisa yaxshi nima bo'lsa sotaman. Endi nima demoqchi degan vaqtda buni 3-chi bir tarafga setish islomda cheklangan. Chunki islom iqtisodida bu demak qarzni 3-chi bir tarafga e'tibor bahosida sotolmaysan deydi. Ya'ni state of the debt deydi. Ya'ni qarzni 3-chi bir tarafga setish. Demak, islom bo'lmamizda bu setish cheklangan. Çeklengeldik için şunlaşta Türkiye'de şu xarid algan qaziyani Türkiye'de kreditning qisqa bo'lishining sababi mi? Buni 10 yil mesela Türkiye'de uzun müddet veremezlik için çünkü Türkiye'de maaş etiş çeklengan hisobda. Demek müşrik İslam'da çünkü 3-chi bir tarafga satmaydi, satmaysan da fatva beriklik yapacak. Undaqda ticaret bankaları qarz bergan pulni 3-chi tarafga qanday aqlab kelib chiqdi degan vaqtda 2007 yılı avgust başlangan Amerika iqtisod krizining negizlik manbasi dal mushu ticaret bankalarning bank qarzi setishidir. Banka qarzi setishi ruxsat qilinsa, moliya sistemi turoqsizlashidir va iqtisod kirishi uchun yo'l ochadi. Degandek 2008 yılı Lehman Brothers degan shirkat vayron bo'lib ketdi. Misol, eng chong umidlik shirkatda Amerikadagi vayron bo'lib ketdi. Islom pul muomalasi bo'lsa, dal mushu banka bergan qarzni 3-chi tarafga e'tibor bahositishga qarshi turdi. Setiv Abdullah 2005 yil shunday naql qildiki, islom olimlari bank qarzni 3-chi bir tarafga setishni to'g'ri emas deb qaraydi. Hatto ba'zi davlat bank sistemida g'arib bank sistemi bo'lsa, masalan Turkiya bank qarzni 3-chi bir tarafga setishni cheklaydi. Shunda bu vaqtda moliya sistemi turoqlashadi va iqtisodiy krizisga kelib chiqishining oldini oladi hisobda. Bu demakchi bo'lganimiz ikkinchi adayligi, islom iqtisodiyotidagi adayligi. Endi 3-chi kelayli. 3-chisiga kelsak, misolga bayatidan pulni pul sotib o'tdi. Ma qizil qaraydigan bo'lsa, qarindoshlar, bu maliye nemesizliğe büyüyüşü, yani maliyet muşu derecede
Bundan değil, 1980 yıllara kadar maliye sistemi bilen haqiqiy ishlab chiqarish. Haqiqiy ishlab chiqarish demek yemek, içmek, korxona, yo'l yasash, sog'liq, hamma narsa bir manfaat. Mana 1900 elib chiqmoqda, 1980 kadar bir bilan teng manfaat. Demek nima demoqchi degan vaqtda banklar haqiqiy ishlab chiqarishni 100% qo'llagan. Ya'ni haqiqiy ishlab chiqarish taraqqiy qismida haqiqiy ishlab chiqarib desteklegan. Lekin mush 1980 yildan keyin ma'lum maliyadagi yuksalishi, ma'lum haqiqiy ishlab chiqarishning yuksalishi. Demak, bu yerda ham paydo bo'ldi degan gap. Ham paydo bo'ldi degan gap faqat va faqat nomerdan eshib haqiqiy ishlab chiqarish taraqqiy qilmaydi degan gap hisobda. Shuna vaqtda ma'lum qarab, mana qarada esa real economy haqiqiy iqtisod ma bo'lsa financial sector hamda. Demak, ma o'rtasidagi ham bo'lib ketganligi uchun, ya'ni nima demoqchi degan vaqtda hozirgi banklar pulni setiblar haqiqiy ishlab chiqarishga kar bo'lmaganligi uchun haqiqiy ishlab chiqarish ortib qoldi deganlikdan iboratdir hamda. Ya'ni hozirgi g'arib moliya sistemasi faqat maliye sonu aşırı uchun kurash qiladi. Bundaq bo'lgan vaqtda maliye sistemidan haqiqiy ishlab chiqarish o'tirishga ham shakllandi va bu ham iqtisod kriziga boshlab bordi. İslam pul muomalasi bo'lsa, haqiqiy ishlab chiqarishga kar bo'lmay, faqat maliye sonu aşırı uchun xizmat qilgan sistemni cheklaydi. Demakki, shunashqanda nurg'un odam deydiki, masalan, deydi, kelgusida bizmi bir bank ehtiyojli bo'ldik deydi. Masalan, vatanimizda qanday taraqqiy qildiramiz? Chunki cho'qim bir bank lazım bo'ldi. Bizmi qilish uchun puli borlardan elib, pul yo'q yerga pul setib emas, lekin haqiqiy ishlab chiqarishni taraqqiy qildirgan bir sistemaga ehtiyoj bo'lamiz endi. Shunashqa KAF, ya'ni bu cho'ng bir islom iqtisod olimi 2005-yil o'z maqolasida islom pul muomalasi faqat bir moliya vasıfı bo'lmasdan haqiqiy ishlab chiqarishni moliya bilan ta'minlaydi. Agar deydi, endi Turkiyada nurg'un odam deydi va islomni iqtisodiy mavjud emas deb. Lekin siz Kuvayt Turkiya yoki bo'lmasa Albaraka kirib menga kredit bersangiz, bermaydi masalan. Ama bularning asosiy maqsadi bo'lish kerak bu vaqtda bizning yemek, içmek, mush sog'liq, sog'lomlik, ya'ni transport nima deymiz? Mushualqi haqiqiy ishlab chiqarishga mablag' selishi kerak edi. Shunda boshqa bo'lgan vaqtda moliya sistemida ishlab chiqarish kichiklar iqtisod kriziga oldin oldi. Demak, endi nima demoqchi degan vaqtda mush ikkisiniki farqni cho'ng o'rgatmay, chuqur moliya sistemida haqiqiy ishlab chiqish uchun xizmat qilish kerak deganlikdan iboratdir. Ma'lum, buni nurg'un odam bilmaydi. Hatta ben bunu bazı desem farklı çocuk gidiyordu. Ben bir neslinde değil. Yani mamane deprem. Yani Bramhall. Yani Bramhall diye bu Müslüman emez. Yani bir dünyadaki bir iktisat alimi. Neydi diye vakıtta 2014 yılı. Muşunda da agahlandırdı ki merkezi bankaların iktisat sesine geldiği 5 ampuli fakat 3%. Yani dünyadaki merkez bankalarının işlep çıkargan demesi aralar 3%. Lekin ticaret bankalarının birlikte yarattan mevhum pulu, yani közben körülülmeydi, tutulmaydı, bu 97% etrafında. Demek Merkezi Banka fakat 3% pul desip çıkargan olsa 97% pul mevhum pul. Bunda bu vakti ıssas sistemdeki mevhum pul ve kas belirgen pullar ziyade taşınıp cevap etken buludu ve kars kirsi keltirip çıkardı. Hoş, onda da 97% pul kandak yaratılgan diyen nersini endi tushundiradi. Ya'ni dunyodagi har qanday tijorat banklari kirgan omonatning ma'lum bir qismi. Masalan, sizlarga bir omonat balonlar, masalan, sizlarga 100 ming lira keldi deydi. 100 ming lira kelsa, men ma'lum miqdorda buning bir qismini 3%, 5%, 10%ni Markaz banki qo'yib, qolganini qazga beryapman. Qazga beryapman. Qanday bo'ldi degan vaqtda buni shu fractional reserve rate endi bu mening davagan yoki mening keltirib chiqargan emas, hatto iqtisod sistemasidamu buni fractional reserve ratio ingliz tilida men buni nima oldim degan vaqtda yani bu nisbatni uyg'urchaga tarjima qilamiz fractional reserve ratio degan vaqtda omonatning ma'lum bir nisbatini Markaz bankida saqlash deb oldim. Amaliyotda
Ani nim qilmay qaptiman. Bir resimni tushuntirishim bor-ku buniki. Asli mayli nima bo'lgan taxti bo'lgan bo'lsa taxtda yozib tushuntirib qo'yar ekanman, lekin agar yaxshi tushuntirmay qolsam, yana nima qilsanglar bo'ladi. Masalan, bunday deyli. Bu birinchi banka deyli, bu ikkinchi banka, bu uchinchi banka, bu to'rtinchi banka, bu beshinchi banka deyli, ben Markaziy banka deyli. Markaziy banka deyli. Misalanga, men 500 lira pul taqatdim, besib chiqardim deyli. 500 Markaziy banka deyli. Bu birinchi banka pulida oldilar bu pul. Bu inimiz faqat 50 liradan qo'yiblar, 450 lirani ma bankaga buyurdim. 450 lira, buniki hisobida qancha xotirlandi degan vaqtda, buning hisobida 500 lira xotirlandi. Bu inimizga qancha kun 50 lirani men qo'yib, 450 lirani bunga berdi. 450 lirani bergandan keyin bu inimizmi 10% deydi, 45 lirani aqilib 400 lirani ma inimizga berdi. Bu inimizmi 40 lirani aqilib 360 lirani anıga berdi. Demek, beğendi ki 500 lira pul qancha bankının qo'liga berib, hozir masalan 500, 450, 400, 300 deyli, 4 bankının ichida 500 lira pul, 2000 lira pul yaratdi degan gap. Mushunda pul yaratdi amaliyotda ixtisosda. Demak, mayada mal 5 chiqargan pul 500 lira bo'lsa, mayada yaratilgan pul 4-chi bankadan to'xtadi. Ha, xo'sh, undaqda misallarga deydi, bu nisbatniki xalqaro kelgaga bir o'lcham yo'q. Ya'ni xalqaro o'lchamda 10% qilsan yoki 5% qilsan yoki bo'lsa 3% qilsan yoki hech qanday bir o'lcham yo'q. Har bir davlat bu pul saqlash nisbatini o'zining amaliy ahvolidan bekitadi. Ba'zi davlatlar 4%, masalan Avstraliya, ba'zi davlatlar bo'lsa 30% ga qadar bo'ladi hisobda. Endi undaqda bu nisbatniki yuqori tuvanlikni nisbatlaydi degan vaqtda bu nisbat tuvan bo'lsa ixtisos sistem yaratilgan miqdori ko'p bo'ladi. Masalan, partiyadan menga 50 lira qo'yamay, 20 lira qo'yib menga bo'lsa, texmi jiq pul yaratilgan bo'ladi. Shunaqa demoqchi degan vaqtda bu nisbat tuvan bo'lsa, ixtisos sistem yaratilgan pul miqdori ko'p bo'ladi. Agar bu nisbat yuqori bo'lsa, ixtisos sistem yaratilgan pul miqdori oz bo'ladi. Misol olaylik, ma'lum bir davlatning Markaziy bankasi chiqargan pul 100 million deydi. Bu nisbatni 5% deb olaylik, ixtisos sistem yaratilgan pul 2 milliard puldir. Buni qanday chiqaramiz degan vaqtda 100 ni 5 ga bo'lsak ham 2 milliard puldir. Demak, 100 million pul bilan 2 milliard pul yarata oladi degan gap qarindoshlar. Yaratilgan pul 5 chiqilgan puldan 20 hassa ortiq bo'lgan bo'ladi. Agar bu nisbat 30% bo'lsa, yaratilgan pul faqat 133 milyondan bo'ladi. Demek ne demekçi degan vaqtda bu nisbat qancha kun tuvan bo'lsa, yaratilgan pul shuncha kun ko'p bo'ladi. Agar bu nisbat 30 bo'lsa, yaratilgan pul besib chiqqan pulni faqat 3.3 hassadan, mayat 20 hassa yuqorib ketdi, mayat avvallar 3.3 hassa ko'p bo'ldi. Lekin amma bu Libiya baytida aytmoqda bir musulmon davlati, musulmon davlatda bu nisbat 30% atrofida. Demak, pulni oz yaratishni maslahat. Markaziy banka bosgan pul yani mədəniyyət qanununa qismən pul nisbət bölsək, demək ki, bunumuz qançalik pul işləb çıxarğan bu Markaziy banka nisbətki bölsəklər əsas cəhətdən ki, şu dünyada yaratılğan pulların sani aşında kap çıxıdır hesabda. Şunaşqa bayt degəndə Prem Hall şuna qadlandırdı ki, Markaziy banklar ixtisas sistemindeki 5 taqatqan pul faqat 3% ətrafında bo'lib, ticaret bankalarının birlikte yer algan mevhum pulu 97% atrofida. Bunda bo'lgan vaqtda ixtisos sistemidagi mevhum pul va hajmi degan pullar ziyodan tashqari jiqlab ketgan bo'ladi va qarz kirishni keltirib chiqaradi. Endi islom nuqtasini aytgan vaqtda yani bir qancha xil ko'z qarash bor. Ya'ni Sidiqi 2008-yili bu pulni saqlash nisbatini foyda ziyanga teng mas'ul bo'lgan nisbatga almashtirish kerak deydigan ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Demoqchi degan vaqtda men sizga pulni bergandan keyin agar foydasidan foyda, ziyondan ziyon deydigan, ya'ni foyda ziyon teng mas'ul bo'lgan bir ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Hasan, ya'ni bu meniki shu Malayziyada o'qigan Hindistonlik islom iqtisod olimi bu endi deydiki 20% atrofida pul bo'ladi degan ko'rsatma o'tirib qo'ydi. Lekin 20%ning nima uchun ekanligini sharhlab berolmadi. Lekin 20% bo'lgan vaqtda qanday pul degan vaqtda yaratilgan pul, besilgan puldan aralab 5 hassa yuqori bo'lgan bo'ladi. Ya'ni
bu Hasan degan olim bu pul sistemimizda 20% tushib kirish kerak degan fikrni o'tirib qo'ydi. Chizaqcha, ya'ni bu Turkiya islom olimi hozir Qaratay Konya Qaratay universitetida professor bo'lib ishlaydi. Bu Malayziyada ayni vaqtda 2010-yillarda dars bergan bir Turk professori. Bu deydiki, omonatchilarning qisqa muddatga qo'yilgan pulini 100% bankda saqlash kerak. Masalan, muayinalarimiz mana pulni qisqa muddatlik deb berdi. Masalan, 5 million berdi deydi. Senin pulunu çokum bank saqlab turish kerak. Lekin ma qarindoshlarimiz tamam, sen bir ish yapsan, tang foydasidan tang mas'ul bo'layli deb qo'ydi. Bularning pulini ishlatish kerak, bularning pulini çokum bankda saqlash kerak degan ko'z qarashni o'ttirib qo'ydi. Demak, albatta chizaqcha omonatchilar qisqa muddat qo'ygan pulini 100% bankda saqlash kerak. Bu omonat pul yaratish, bu omonat pul yaratishning asosi bo'lmasligi kerak. Faqat omonatchilarga mablag' solish uchun qilingan, masalan, A guruhga mablag' solish bo'lsa, iqtisod yaratmoqchi bo'lgan pulning asosi bo'lishi kerak deydi. Yuqori o'tirib qo'ygan ko'z qarashlarning qarshi bo'lsin, iqtisod sistemimizda mavhum pulni jiqlab ketishning oldini oladi. Shundaqla haddidan tashqari pulni haddidan tashqari ziyod pul bilan taqlashning oldini oladi. Bundaq bo'lgan vaqtda ziyod hajmga bo'g'ilgan bir sistemning ro'yobga chiqishiniki va kutilmagan iqtisod kirishiniki oldini oladi. Shu 4 turlik jarayonda bugun tanishtirdim. Xotim so'zida yana mana shunda Istanbul muomalasi faqat nuqul holda İslamda cheklangan o'sim, qimar qatorli bir qancha shay cheklab qolmasdan, o'zining yuqori bayon qilgan afzalliklar orqali moliya sistemasining muqimligini, turaqligi uchun ta'sir qo'shadi. Birinchi, pul tovar o'rnida qo'ymay, pulni pulga sotmay, pulni tovar va mulojibat almashtirishni vosita qilib, haqiqiy ishlab chiqarishni moliya bilan ta'minlaydi. Shunday bo'lgan vaqtda ishlab chiqarish oldiga bosadi va iqtisod gullandi. İkinciden ticaret bankalarının verilgen kaldı üçüncü bir tarafga setishga qarshi turib, bank sistemining muqimligini saqlaydi. Üçüncüden moliya sistemasidan ishlab chiqarib o'tirgan parani cho'ng'aytirib etmay, islom pul muomalasidan haqiqiy ishlab chiqarishni moliya bilan ta'minlaydi. To'rtinchidan iqtisod sistemasidan mavhum pulniki jiqlab ketishga qarshi turib, qalbi bo'lgan bir sistemasidan ro'yobga chiqishning va kutilmagan iqtisod kirishligi oldini oladi. Texmo tafsir qilib aytgan vaqtda makro jihatdan g'arb moliyasi qazosasi qurilib, pulni mulk deb qarab, ustun vositasi bilan ziyon va xatarni bir tarafga ortib qo'yib, foydaga turib ziyon o'tib olmaydigan bir sistemni va jamiyatni shakllantirdi. Hozir sistemimizda shunda islom pul muomalasi bo'lsa, hamkorlik asosida qurilgan, pulni faqat va faqat almashtirish masalini qo'yib, ziyon va xatarni ta'minga olgan, hamma taraf bahramand bo'ladi, hamma taraf foydadan bahramand bo'ladigan, jamiyatning umum farovonligi uchun kurash qiladigan, xizmat qiladigan va boyliklarni qayta taqsimlaydigan, shundaqla muqim va tangpun bir sistem qurish uchun tirishdi va kurash qildi. Mikro jihatdan bo'lsa, islom pul muomalasi, islomning axloq prinsiplariga asosan, islomdagi to'xtamli qonunlardan foydalanib, qaz asosida qurilgan g'arb pul muomalasiga va uning jini bo'lgan o'simga islom cheklangan pullarga mablag' solishga qarshi turib, islom pul muomalasining yuriki bo'lgan foyda ziyonini tang ustiga ilish, igidorchilik huquqi aniq bo'lish prinsipiga asosan jamiyat va umumiy manfaatni oldinga o'tirib qo'yib, odil va to'g'ri bir moliya sistemasini qurib chiqish uchun kurash qiladi. Mening eng oxirgi xotima so'zim mushu. Endi qolgan vaqtda savollar bo'lsa, undan keyin savollar bo'yicha nim qilsak bo'ldi. Rahmat. Savollar ben başta olayım. bo'ldi. İslam pul muomalasida qarzlarni setish cheklangan ekan, siz degandek bu foydali narsa eminatda. Nima shundan bo'lsa boshqa banklar g'arb dunyosini ko'p qildi bu ishda. Foydasi nima bo'ladi buniki? To'g'ri dedingiz. Pek to'g'ri dedingiz. Pek güzel savol. Chunki nima uchun degan vaqtda mening maqsadim g'arb sistemasini nima qilish emas. Nimdaymiz söküş emas. Faqat adı qilayotganini o'zlari biladi. Chunki masalan, nima uchun bir to'g'ri savol bo'ldi. Bu aytdim, menda men pul keldi shundaqmi? Masalan, men 3 o'ylangan berardim. 3 o'ylan beradiganki, men 3 o'ylan keldi. Ularga qarz beraysam, menda qo'limda pul yo'q. Omonatchilarga qaraysam, omonatchilardan pul yo'q. Qandaq bo'ldi degan vaqtda men 3 o'ylangan akilib, setib kelgan pulni bularga beraman.
Tushundingizmi? Ondan keyin bu 3 ölen berib bo'ldim. Ishga ölen keldi. Mr. Banker man keldi degandan ondan keyin yana sotdim. Yana sotgandan keyin bunda qilib, shunashqa 97% pulniki mavjud bo'lib ketishdan sabablarmi? Undan bu yani payda avuçı bankine bekler xalq desak bulandı. Yo'q, banki bo'ladi. Banki bo'ladi. Chunki pulni pulga setib, chunki fursat topsalam sotadi. Fursat topsalam sotadi, fursat topsalam sotadi. Tushundingizmi? Ashunda. Yaxshi savol bo'ldi lekin. Adıstab so'ranglar. Mesela o kısmı rezerve oranının ayda 20'den tavsiye ettim. Mesela bununki 40-50 ya ki 70-80 geçe yükseltilişi ekonomik iktisaddaki ayrılışma kadar bahsedilmiş mümkün. Eğer ben yokurup ketkesinin bulduğu diye vakitte o vakitte yani işlem çıkışını terapi kılmaydı. Mesela endigen yaptı ya vakitte ma karandaşlarımız dersene banka 5 spam yaptı ben degen yap bunu. Eğer 100% olup kesse şu 5 spam yaptı ben hiç kadar iş kılmayım degen yap. Şu anda İstanbul'da. Şunaşka mesela karandaşlar mudaklam değil. Biz yemek yani yiyiş, halaldan yiyiş, halal şundak mı? Mesela günde 2 kere, 3 kere, 2 katım, 3 katım yesek halal. Lakin günde 24 katım yesek haram bu kişidir. Halal neyse haram bu kişidir. Şundak mı? Çünkü biz 2-3 katım yediğin 24 katım yesek, yesek, onu şunun okşaş ben demekçi diye vakitte miyade eksesif yani derecinin taşkılı deydiğin neyse var. Hem de hazır mesela yine vergen pulunu amaneten vergen pulunu ben 5 spam yazsam mesela az mesela birge bir de kalsam bu mesela işkanda kalıkı o işlem çıkışı için maliye veremeyim şunaşka bunun mu bugün yaxşı lakin şu Hasan mu andi Hasan profesör Hasan andi demedi Hasan dep alırız buniki xalqarada neçe kitapları makalları var bu adamın belgenlesi 20. Ama 20 buluşki sebep mi? 5 hisse yarat. Mesela 1 milyon bulursa 5 milyon yarat. Lakin başka balanga 200-300 milyon yarat vermeye demekçi. Şunaşka bu texmi yokurup kep kapasa money supply deyimiz. Bunu siz yaxşı bilsiniz. Money supply deyimiz. Ma pulniki money supply, money demand deyimiz o. Təminləş, rəhmət. Təminləş azıq qalıdı o vaxtda yəni iqtisadqa keraklik yılığı nemsi verəməyimiz hesabda. Yaxşı sual doldurur mu? Rəhmət. Vallahi Həsəndən Cizakçı. Bu ikisinin mesela kayısı telefon faydalı. Bunun ait güzel sual. Əməliyyatda Muşik Cizakçı'nın en güzel de qaraydı. Ne için diye vaxtda eğer bana siz amanet yaparsanız naydı güzel sual oldu. Ben amanet yaparsanız ben pulu çok sağlaşım gerek. Eğer bunu meblağ saldı ben depegen arkadaşımız buza tamam bu bilidu. Pulun ki benim meblağ saldığını bilidu. Başka temellediğini bilidu. Hem de bunda ehval aslında belki eğer hem de bu hem de cemiyetteki şekilleniş bilen münasebet işken hem de bunun da meblağ salalaydigan amanetçiler köprek bulsa onun da Cizakçı'nın aiti yaxşı buludu dep qaraymiz. Çünkü ma'lum qismini belki mektub saqlab mesela bu mayinlerimiz mesela bizga amanet dep bergan bo'lsa bularning pulini saqlab mablag' solamiz degandan keyin qo'llansa onun da u vaqtda ham nim demoqchilik vaqtda nim deymiz uzun müddet mablag' solganlar sayın bize ko'paysa onun da yaxshi bo'lgan bo'ldi. Agar bunday bo'lmay qolsa yani Hasannikiga qilish to'g'ri keldi. Demak hamda shu shakllangan sistemimizdagi qanday bo'lishiga bog'liq hisobsa. Rahmat. Siz Norvegiyaga kelsiz. Buni ne qilmaydigan munosabatsiz bo'lsa-mu, qallanlarda bir savol bo'lsa, so'rasanglar kuchimdan yetishicha javob berishga tirishmayman. Qaysilam jihatdan bo'lsin, iqtisod jihatdan bo'lsin, moliya jihatdan bo'lsin yoki qanday jihatdan so'rasanglar amal bor. Küçümden yetiştiğe cevap verişte tirişme. Kuveyt'in Al-Baraka'nın tutanını kayısı? Anta ulanık ki birisi bunda. Ameliyette Al-Baraka'nın ki %90 mu? Nenşi sağdının nemizden bir satışçı. Hem de nemizine karaydıgan bolsa bununki bilanço deymiz. Bilanço dediğimiz qarz mülk cədidəyə qaraymiz. Ondan keyin pulni bergen yerler sahalarga qaraymiz.
Qarasam, endi Kuvayt Türkiye'deki %30-40% etrafında şu quyosh energiyasi, sağlamlık, mundaq yerlarga mablag' sarflashlik. Demak, endi nima demoqchi degan vaqtda Turkiyadagi islom bankini asosli maqsadi men Biden deb aytgan ma'lum haqiqiy ishlab chiqarishni pul bilan ta'minlash. Ma'noga bakmak ahamiyat berishlik bo'ladi. Chunki Erdo'g'onning tutgan yo'lini asla oshirdi. Masalan, o'simni shu 7% ga tushirib, jenning bor tushirib, inflyatsiya chiqasimi, turk sababmi? Nima uchun degan vaqtda agar o'simni tuman tutmagan ahvol ostida nurg'ulg'an kichik o'tir tutgan xallar bankidan qarz oladi, undaq vaqtda iqtisodni yuksalib mang'atdi. Endi hozir o'sim 42 chiqib ketgan vaqtda ya sizga foydasi, endi kimga foydasi bo'ldi degan vaqtda faqat puli bor odamga foydasi bo'ladi, lekin buningdan jamiyat foydalanmaydi, o'tir va kichik korxonalar foydalanmaydi. Shunaqa vaqtda iqtisodda bir turish kelib chiqadi hamda turg'unlik hamda hisobda turg'unlik kelib chiqadi. Shunashqanda asosiy Turkiyada mushu deb qaraymiz. Shunashqanlikqa nimaga qarasaqmi, bularniki shu bunda har qanday bir bankniki nega ishlatdi, pulni qayerga ishlatdi, nega ishlatyapti deganlarga bularning har oyda 3 oyda bergan bir buni cho'qim qonun bo'yicha e'lon qilish kerak. Har 3 oyda bir e'lon qiladi hisobda. Ajrapor qargan vaqtda bu pullarning nega ishlatayotganligi, bularni to'g'ri ishlatmayapti. Endi bunda buni 100% amma Turkiyaniki İslami banki demek. Bularning Katılım Bankası deganga bek hurmat qilaman bularni uchun. Chunki endi islom degandan agar yaxshi qilinmay qolsa, islomning sharifiga dog' kelib chiqadigan ish chiqadi. Lekin bularning Katılım Finance yoki bo'lmasa Katılım Index deb qo'ygani participation deydi. Participation degani naq mushu hisobda shu haqiqiy ishlab chiqishni pul bilan ta'minlash. Masalan, pul satmay, agar siz Kuvayt Turkiyaga berib, men 100 ming qazalatdim, 200 ming qazalatdim desangiz, men misalanga Musho Sabahattin Zaymon baxchisida 4 shu'ba mudiri bilan yoz bo'yicha biz bir hobi baxchida ishladik. Ben chaqchaqlaman 1-200 ming lira beraman. Javob hocam siz bilmamsiz. Turkiya, Malayziyada bo'lsa beradi. İslam Bankası bo'lsa masalan personal. Mala asos jihatdan kichik beradi ekan. Masalanga qanadaymiz. Unumi lekin metal setib olib, metalni mundaq setib, metalniki kimligiga asosan oladi. Chunki yana bevosita pulni sotmaydi hisobda. Demak, cho'g'lim hamda qisqa aytgan vaqtda Turkiyadagi tutgan yo'l asos jihatdan o'sha haqiqiy ishlab chiqarishni moliya bilan ta'minlashdan iborat. Shunda qarasak bo'ladi maqsad jihatdan. Sizning barcha savolingiz. Yani kalan kendine belki bankalarınki role, cennet role yani asli maksadın azıcık bitmez. Yani asli maksadın kıçı adı kopya çıkış yok bekliyorum. Bana asli maksadı asli. Lakin çuvalda Şunaqa. lekin asli onda da ötündük ziyandan nasıl bulması? Şundan kıvardık. Doğrudur. Bu şu 80 yıla kadar ben mamı ispatlab berdim. Ben bunu kallamda chiqarib olgan narsa emas. Bu hatta xalqarodagi bir database ilingan narsa. Hatta Amerikanikini biz ilingan narsa. Hatta bunu men o'zim sizib olgan narsa emas deysam. Siz deganda haqiqiy funksiyasini yo'qotdi desak bo'ladi hisobda. Chunki shunashqa hozir yana bir masalaga daqqa beray, ham bir xush xabar ham hisobda. Masalaga internet bormi? Bormi? Men muxbir. Xitoyning shirkatlariga qarab baxsanglar, Xitoyning shirkatlariga qarasanglar, hayron qolsizlar hisobda. Bütün shirkatlari, sorry. Yes. Maya kirsak, asli bundan qarab bilaysizlar buni. Mesela agar nima qiziqganlar bo'lsa-mu, bu xili kirib baqqanlar borki, Astor, Telegram kim ishlatgan bo'lg'aydi bu kompyuterni. Tamam, Mayaga masalan Shanxayda kirayli. Men Xitoyning iqtisodiy qancha kichkinayotganligini masalan orqali tushuntirib beray dedim-da. Bu ko'p iqtisodda bek yarqayotganligi uchun Xitoy hozir jon talashyapti deb hisobda. Mega kirsak, mana qarasanglar Xitoyning nimasi kundan kunga tushishdi. O'ylab boqmadi ham hisobda. Masalanga Xitoyniki nimalari
sorry, fundamental kirimiz, temel kirimiz normalda. Temel kirsek, bir az da safhayı çıkıdaz, rahmet. Xitayniga qarasa, mushu orana qarasa, köpün şirketler, mushu Minus degan bütün vayron bo'lish, vayron nima qilayotgan shirkatlar uchun mushu Minus bo'lgan. Mesela 4-5 tutsa, 300 şirketi, yani Mişe kadar asas cihetten ziyanda degan gapcha hozir. Şunaşqa Allah xalsının az ham şirketleri paydada, lekin köp şirketleri bularniki ziyan deymiz. Demekçi hem de nima demekçi o vaqtda siz degandek oshko'zlik bilan bek büyüyüp, endi hozir cho'kishga boshlab siz degandek. Agar bek to'g'ri aldınız siz nimani. Agar bu bir ma'noligan bo'lsa, cho'kib ketmaydi. Hozir bu mana büyüyüp olgan ekan, hanvamaydi. Hanvaganki cho'qim tushishga muhtoj emas. Dediğim derken başka damarlama kapitalar razı olsun. Sakınız kapital. Eğer bana bir suallarımız ne kılın astı kanallarda kelgen ne olsa kaçta cevaptım buldun. Fakat bu kelimeyi münasebet tuttum. Yani bir 10-20 dakika nımsam. Buldu. Hazır bu Türkiye'de olacak uygulama var. Daha şekilde ticaretten şoklanmakta. Türkiye'de umum cihetten uygulanırken iqtisodiy ahvoli qanday seviyada deyishga bo'ladi. Lekin ikkinchi savolim shu sizni burun bir qancha yildan oldinda shu borsaga ketishni tavsiya qilgan keyin ba'zi noroziliklar bo'ldi o'rtada. Hozir shu uyg'urlarniki iqtisodiy elitlash uchun shu anki vaziyatda tavsiya qilgan nimalarni tavsiya qilasiz uyg'urlarga iqtisodiy elitlash? Endi bundaqchu bu men yaxshi savol bo'ldi. Ben deymen Uygurlar tarihten başlayıp bir Suriyer millet. Suriyer millet Özbek halal mehneti bilen asas cihetten ticaretçi bir halk değil. Ya ki bulmasa yezikten asas kılan. Demek ki onun maliyet sistemine anca kirip gitmeyen bir milletten biz hesapta. Çünkü ne için vakitte biz vatan yaşayan vakitlarda bilmez hatta atlarımız, tağlarımız bankalar pul koymaydı. Çünkü hem de köpüncüsü hem de bazı zamanlar küçük olsun ama mümkün. Xitayna bankası varlığı için asal cihetten pul koymaydı bir hesapta. Fakat ya dehacılık arkalık ya ticaret arkalık yarattı. Mesela aslında adı mı? Çoğun bir karhanetçi, ticaretçi mesela. Demek ki hem de biz asal cihetten şu ticaretin neni yapıyan bir millet, kısa temsilcilik asal cihetten kırıp bakmadık hem de. Hem de meniki ben burundula deydim, ameliyatın nurgunu arlaştırıp aldı. Eğer ticaret fırsatı bağlı, çoğun pulunu aldığında ticaretle oylayış gerek. Ticaretle oylayış gerek. Mesela sizin pulunuz var, eğer siz ticaret kılalsanız, çoğun ticaretke kılışınız gerek. Mesela ben adını deyemem, ticaret kılın deyemem. Mesela eğer ticaret kıldak nemiz bulsa. Lakin bu pul muamele sistemisi nime diye vakitte bu işletmeydiğin pulunuz ne? Eşinip kalgan pulunuz ne? Mesela ben bir okutçu değilim mesela. Mesela bir mesela Alimcan inayet muallim mesela. Alimcan inayet muallim en utu kazangan meblağ sağışı desek buldu Uygurlarının içindeki. Ne için de sana? Alimcan muallim şu hizmet çıkkandan başlayıp altın her ayda ağam başta altını yığıptı. Yığandan keyin şu virüs mezgilde altın en yukarı pelli çıktı. Hemimiz biliriz. Koplam sattı muallim bu demeni. Setip öğübülük aşı vakitte en tüven derece düştü. İzmir'de Kuşadası'nın böyle ödüplamış 1 milyonga. Hazır uyu hazır 7-8 milyon oldu mesela. Demek ne demek diye vakitte bunun da mu daha uzun müddetlik bir nesli buluş gerek mesela. Hem de ben özlemle aklaşamaz. Ben Bursa'ya kirgenden bu yan veyran boğan bir şirket yok. Bir şirket yok. Hemisi asas cihetten o nesle 20% katlandı. Hem Türkiye'de nim bakar diye vakitte bir dalga bakar. Muş dalga kirip kessiniz, yiyilip kitip kessiniz. Eğer algan pay çekinizde cimlam turup bir işki sefer kılalsınız. Mesela siz hazır hem muhbir hem işlavatsız diyerek mesela her ayda aylığını bakmışsınız. Siz de her ayda mesela 2-3 mal lira pul eşit kaldı değil mesela. Ya 4-5 mal lira abamızda eşit kaldı değil. Bu pulla ticaret kıldınız kılanmayısınız. Banka koyaydınız. İyi vatkan bu. Yani bu şunda akbal aslında eğer özünüz iyi ben tohta mesela Türk Hava yok. Asal sen değil mesela. Ya ki bu mesela bir sağlık şirketi değil. Hemen yaxşı araştırıp
Ama sağlam bir şirketken. Ama manığı sapı her baldırım üçün. Yapkısınız, payçek sistemizde nime üçün alıqı 5 şirkette mandak şirket diye vakitte dollar şirketkellik üçün her kandak şirketten dollar kıymeti oludu. Dollarlar tamamlanğan narsa çok. Şonaşla nurgul şirketler mandak götürülüp ketdi. Demekçi, eğer sabırcan bulasınız, uzun müddet bulasınız, o payçekte halal bopmuşu halal payçekler. Mesela bank payçeki kirmeydi bunun içige, mao suğurt şirketleri kirmeydi, araq tamak şirketleri kirmeydi, kımar şirketleri kirmeydi, nurgulgan sahalar kirmeydi. Kirmeyen bu sapkorsuz işini uzun müddette çokum faydalısın. Hem kısqıçlı bir vakitte sualınızga ticaret kılalaydıqlar çokum ticaret kılış gerek. Ticaret kursu busa. Eğer ticareti bulmaya kapqalsa başlagendek hem altınғы məbləqləşdiği vaxtda asas cəhətdən hem de ötdü deyil. Hem de cryptocurrency kirgenləmi var. Hem cryptocurrency İslam maqsad alimləri asas cəhətdən onaylamaqdır bunun asas cəhətdən. Lakin hem İslam payçılığı vaxtda OIC Fiqh Akademi deyil. OIC Fiqh Akademi bütün dünyadaki Müslümanların yığılğan bir akademiyası. Mesela Endonezya'dayız, Malasya'dayız, hatta Türkiye'dayız, Pakistan'dayız, hatta Saudi Arabistan, Katar, Madalak İslam adımları, hatta Yusuf Kardavi mi misalenge bu doğruda şu halal payçeklerini bayqab, halalsa buludu dep nimqılık hem hesap. Çok şunaşqa hem de deydiğinin pul ve ticaret adam bu şeyden kılış gerek. Eğer azrak pul biriktirmen dese, ben baytın degendek, müştak öz işengen nəstəgə bir iş yıllık. Mesela ben deylimin kızdırım yakımının balları mehteki barağını 4-5 yıl bak misalan. Eğer ben sabır kılıp kılalısam, bizdeki nim için Uygurlar ziyadda aynımız yaxşı biludu. Aynımız mı ait yaxşı okuvatkan elimizden biri. Hatta özüm olmuş İslam iqtisadi magistrlığını okudum. Çünkü mi ki? Köygentim rast, ademi keldim ana. Tügetdi de nimkegende men sistemde nim kılandım. Demek ki bunun demek ki vakitte sabır kılalga adam uzun müddette kazandı iken. Fakat bir dalga kirip kapmasak anında anikin adamlar bayram taşıyman gibi gelecek. Uzarıp gitti cevabım şu anda hesapta. Rahmet. Ölümlülük kanatlara gitmedi. Ama hazır ölümlülük kanaldayımız diye vakitte Türkiye'de ölümlülük dolar hesabına yeni hesap. Mesela ben Malaysia'da uzak yıllar yaşadım. Hatta Malaysia'da Kuala Lumpur'un öy alımı dese 2 milyon ringgit. 2 milyon ringgit hazır 500 milyon dolar veriyordu. Pul olmasa öy alanmaydı. O öy alan takdirimi vize veriyordu. Lakin maddeler hazır 250 milyon dolar olsa vatandaşlığımı veriyor mesela. Demek ki bütün dünya miqyasını sığıştırganda Türkiye'de ben kege vaxtlarda heyran kalan. Xalqlar 200 milyon lira, 200 milyon öy aldım dese, vaxtladım dolar 4-5 vaxtlar hesap tutuyor. Demek ki onun demediği vaxtda Türkiye'de hazır şu dolar 30'a çıkan bir mezgilde ümidlik hazır düştü. Yani dünya miqyası qarga vaxtda yani ezan değiş kıldı. Hem dolar bağ adamga. Hem de to'g'ri lira tepib hem de alsam yani ezan desem muallimimde atqanda şuna mümkün. Mesela hazır 100 milyon dolar desek 100 milyon dolarda Malaysia'da öyle olmaydı. Xitayda öyle olmaydı mesela ürümçilerde o 70-80 denmeydi şunda mı? Lekin meyada eğer 100 milyon dolar olsa 3 milyon pulga aşkı bir eğilir yaxşaraq öydü Allah istemdi. Şunaşqa eğer hem de pulu bu adam için yeni hazır ası buludu da qarayman hem de. Çünkü lira 30'a çıktı. Ömürlük düştü hazır. 20-30% düştü hazır. Hazır hatta bazı qarandaşlarımız deydi. Maşını 1 milyon 800 min, 900 min çıkan maşınlarını hazır 1 milyon 200 min satıb aldı hazır Uygur qarandaşlar. Demek hem de şunaşqa hazır taahhüt pul vaat için hem de paydi değişik bunu der. Rahmet. Rahmet. Başka sual. Şerife sizin var. Ha? Sen okulan var mı? Ha? Eğer bulursa akıllaştıralım. Ben de damallam sizden çok bir siz mücabata fikersiz Allah razı olsun. Bir anastimem size sağlık. Başka sualım yok. Sizde baldır kelgen bolsanız ma'nani anlatgan vaqtda nimqilgan bo'lsak yaxshi bo'lardi.
Hem qavında yani keyinki leksiyalarda görüşemiz. Qağa Malayga rahmet eytimen. Allah razı olsun. Eğer başka nesler olsa yani alaqlaşamiz inşallah. Rahmet.